Yaşanmış 2 videosu. Sizlarga mana shu yo'lga chiqib, mana shunday qilasiz. Chiqib oladi. Va yugurib kelib mana shundayga bosasiz. Sal tezroq qildim. Hozir ham bunday qilaman. Bu yerda ham yashinib o'tirishingiz mumkin, lekin mana bu yerda sal xavfsizroq. Yana tushib ketdi. Sal sekinroq bo'lish kerak-da. Mana shu yerda turib, mana aynan nishonga olib, mana shu nuqtada turib sakrashingiz kerak, yugurib kelib. Xohlagan yerda o'tirasiz va zombilarni otasiz. Bu yo'l faqat zombilar uchun. Boshqa yo'lda o'ynasangiz yoki pichoqli yo'lda. Pichoqda yoki zombida o'ynaysiz. Qurolda o'ynasangiz sizni otib ketishadi. Mana shu yerga ham ishonishingiz mumkin. Pichoq yo'lda sizni hech qachon o'ldira olmaydi. Mana shundayga kelib, mana bu yerga ham chiqib oldik. Ko'rayotganingizdek yashirish mumkin. Mana shu yerga ham pichoqli yo'lda o'ynasangiz mana shu yerga ishonish mumkin. Bu yerga esa bo'lmaydi. Agarda sizning o'qingiz tugagan bo'lsa-yu, botlar tiqilish bo'lsa, mana shu yerdan ketib, mana shu yerga kelsangiz, botlar vaqtida mana shu yerga o'tib olasiz. Va mana savat. Lekin siz mana shu yo'lda bo'lishingiz kerak. Shu yerda paydo bo'lgan bo'lishingiz kerak, ya'ni. Va yana bittasi, bu mana bu yer. Mana shu yerda turib botlarni otishingiz mumkin. Ular faqat mana shu yerga kelib qolishadi. Ana shu yerda tursangiz sizni otishadi.